Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Sizga Turfa olam kelajak kompaniyasi Ros Universitet kompaniyasini taklif qiladi. Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining eng nufuzli top mingtalik davlat universitetlarida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimizga Ros Universitet kompaniyasi o'zining oliy darajadagi xizmatlarini taklif qiladi. Ros Universitet orqali siz kafolatli, noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Xabaringiz borki, Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida istiqomat qiladigan Uyg'urlar va ularning so'nggi 10 yillikdagi kutilmagan, shuningdek, tasavvur qilib bo'lmas qiynoqlarga solinish haqida oldingi roliklarimizdan birida batafsil ma'lumot bergandik. Bu safargisi esa tushunganingizdek Xitoydagi muslima ayollarning qiynoqlari haqida bo'ladi. Xinjiang mintaqasidagi tug'ilish darajasini pasaytirishga oid chora-tadbirlar doirasida Xitoyning muslima ayollarni kontratsepsiya va sterilizatsiyaga majburlashi bilan bog'liq bo'lgan mudhish tafsilotlar yaqinda o'tkazilgan tekshiruv davomida ma'lum bo'lgan. Xinjianglik Uyg'urlar, qozoqlar va boshqa musulmon erkak va ayollar bilan o'tkazilgan suhbatlar, shuningdek, davlat statistikasi va mahalliy ommaviy axborot vositalarini o'rganish natijasida Xitoy rejimi tarafidan aholining reproduktiv huquqlarini nazoratga olish bo'yicha majburiy choralar ko'rilgani aniqlangan. Bu haqida diqqat qilamiz. Birinchi bo'lib butun dunyoga Amerikaning eng so'nggi aniq xabarlarni yetkazuvchi ommaviy axborot agentligi New York Times 10-may kuni xabar bergan. O'sha 10-may kungi maqolada bayon qilinishicha, 2017-yilda Xitoy hukumatı Xinjiang ayollariga bachadon ichki kontratseptivi, ya'ni buni oddiy tilda aytganda spiral qo'yishga buyruq bergan. Xinjianglik ayollar homiladorlikni sun'iy to'xtatishga, ko'p bolali bo'lsa yoki kontratseptiv vositalardan voz kechsa, katta jarimalar to'lashga va hayzni to'xtatuvchi dorilar qabul qilishga majburlangan. Urumchida patronaj xodimi 18 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan barcha ayollarga homiladorlik va tug'ilishni nazorat qilishga oid tekshiruvdan o'tishni buyurgan. Hatto Xinjiangga ayollarni ko'rikdan o'tkazishga kelgan patronaj xodimlari qo'lida agar eshik oldida bizga qarshilik ko'rsatsangiz va biz bilan hamkorlik qilishdan bosh tortsangiz, sizni politsiya bo'limiga olib boramiz. O'z hayotingizni xavfga qo'ymang, bunga urinmang ham degan gaplar yozilgan plakatlar bo'lgan. Pekinning siyosiy qayta tarbiyalash lagerlari, tergov hibsxonalari va qamoqxonalarni o'z ichiga olgan 400 ga yaqin muassasalarda, eslatib o'tamiz, 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlar saqlanmoqda. Yana millionlab odamlar qat'iy kuzatuv va nazorat tizimi ostida yashashga majbur qilinmoqda. Endi o'sha Xinjiangdagi muslima ayollarga nisbatan ishlatilayotgan hayvoniy harakatlar haqida so'z yuritsak, nemis tadqiqotchisi Adrian Zensning gaplariga ko'ra, Xinjiangda ayollarni majburiy bichish muolajalari 2015-yildan 2018-yilgacha deyarli 6 baravar oshib, aniq sonlarda 60 mingni tashkil qilgan. Xitoyning qolgan qismida esa bu ko'rsatkich juda past sanaladi. Xinjiangda muslima ayollarga bordi-yu Xitoy hukumat tomonidan qo'yilgan tug'ish cheklaviga rioya qilmay uni buzsa, ya'ni tug'sa, katta miqdorda jarimaga tortarkan. Hali nomini eslatganimiz Adrian Zensning tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, Xinjiangning Ili prefekturasi okrugidan kelgan hukumat xabarnomasida e'tibor bering. Homiladorlikni to'xtatishdan yoki jarima to'lashdan bosh tortgan ayollar Xitoy hukumat tomonidan barpo qilingan lagerlarga yuborilishi aytilgan. Bu qonli voqealar guvohlarining ko'rsatmalaridan ma'lum bo'lishicha, dahshatli va muntazam qonunbuzarliklar sodir etiladigan lagerlardagi hayot ayrimlar uchun chidab bo'lmas holatga kelgan. Sobiq mahbuslar va qo'riqchilardan birining BBC agentligi bilan suhbatida lagerlardagi muslima ayollarning muntazam zo'rlashlar, qiynoqlar va jinsiy tahqirlashlardan aziyat chekkanini aytgan.
Ular elektroshokerlar, jumladan elektrik tayoqlar bilan zo'rlash, ochlik bilan qiynash, kaltaklash, guruh bo'lib zo'rlash va majburiy sterilizatsiya holatlari haqida so'zlab berganlar. Xitoy hukumati esa bu muassasalardagi qiynoqlarga oid barcha da'volarni rasman rad etib, ularni terrorchilikni yo'q qilish va bandlik imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan qayta tarbiyalash markazi deb izohlab qo'yavergan. Xinjiangning rasmiy vakili sanalmish Sui Guisian xonim esa 2021-yilning fevral oyida ommaviy axborot agentliklari muxbirlari oldida chiqish qilib, jinsiy zo'rlash va qiynoqlar haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas deya barcha vahshiyliklarni uydirmaga chiqargan. Eng haqoratlisi shuki, Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi 2021-yilning fevral oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi chiqishida Xitoyning Xinjiangdagi etnik ozchiliklarga nisbatan munosabatini diqqat bilan eshiting. Mamlakatdagi inson huquqlari taraqqiyotining yorqin namunasi deb atagan. Bu nima? Ochiqdan ochiq tahqirlashning yangicha ko'rinishimi? Xitoyning Uyg'urlarga nisbatan qo'llayotgan bu noinsoniy siyosatiga agar uni haqiqatdan shunday deyish mumkin bo'lsa, albatta, jahonning bir qancha ko'zga ko'ringan mamlakatlari o'ta salbiy munosabatda ekanliklarini bildirgan. 2021-yilning 12-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Germaniya rasmiylarining video majlisi davomida mazkur davlatlar rasmiylari Xitoyni Uyg'ur xalqiga nisbatan tazyiqni zudlik bilan to'xtatishga chaqirgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi rasmiy elchisi hisoblangan Linda Thomas Greenfield Xinjiangda odamlar qiynoqqa solinmoqda, ayollar esa majburan sterilizatsiya qilinmoqda deya axborot bergan. Buyuk Britaniya elchisi Barbara Woodward Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarini Xinjiangga zudlik bilan to'siqsiz kirish huquqini berishga chaqirganiga qaramay, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi delegatsiyasi o'z bayonotida so'zlarga e'tibor bering. Xinjiangdagi hozirgi vaziyat tarixdagi eng yaxshi holatdir deb qayd qilgan. 2021-yilning fevral oyi oxirida Gollandiya va Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlar bo'yicha siyosatini haqiqiy genotsid deb qabul qilgan. Xitoy hukumatining Uyg'urlar uchun barpo qilgan qayta tarbiyalash lagerlarini noinsoniy va bu maskanlarni yopish kerak deb xalqaro hujjatga diqqat bilan tinglang. Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Kanada, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Islandiya, Irlandiya, Yaponiya, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Ispaniya, Shvetsiya, Shvetsariya va Buyuk Britaniya rasman imzo chekkan bo'lsa, Xitoy hukumatini bu qayta tarbiyalash lagerlarini g'oyatda to'g'ri degan hujjatga davlatlar nomlariga e'tibor bering. Jazoir, Angola, Bahrayn, Belorussiya, Boliviya, Burkina Faso, Kambodja, Kamerun, Kongo Demokratik Respublikasi, Misr, Laos, Janubiy Koreya, Somali, Sudan, Qatar, Myanma, Kuvayt. Bularni endi katta harflar bilan urg'u berib aytamiz. Birlashgan Arab Amirliklari, shuningdek Saudiya Arabistoni kabi davlatlar mamnuniyat ila imzo chekkanini aniq fakt o'rnida taqdim qilib, roligimizga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, mavzuni siz qayta ko'rib, muhokama qiladigan darajada bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling. Siz bilishni istagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.